alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan boshni tik holatda ushlab turuvchi uzun ekstenzor mushaklar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, uzun ekstenzor mushaklarimiz boshni ensa qismining pastki qismidan boshlanadi hamda bo'yin va kuraklar orasida joylashgan bo'ladi, ikki tomonlama. Hamda odam bosh va bo'yinni vertikal holatda ushlab turadi. Hamda kuraklar orasida joylashib, ko'krak umurtqalarini stabil holatda ushlab turadi. Ya'ni bu mushak ikki tomonlama kuchga ega bo'lgan paytda ko'krak umurtqalarida hech qanaqa grija yoki bo'lmasa protruziyalar uchramaydi. Afsuski, hozirgi paytda ko'pchilik vaqtini telefonda yoki kompyuterda o'tkazishi hisobiga yoki bo'lmasa baland yostiqda yotishi hisobiga doimiy ravishda bosh va bo'yni oldinga egilishi bu mushakni doimiy yuklamada bo'lishga olib keladi. Ya'ni bosh va bo'yin doimiy ravishda telefonga termilib turish yoki bo'lmasa baland yostiqda yotish bosh va bo'yni oldinga egadi va natijada ushbu mushak doimiy yuklamada bo'ladi. Doimiy yuklama natijasida ushbu uzun ekstenzor mushaklar, ya'ni kuraklar orasida og'riqli nuqtalar paydo bo'ladi. Bu uzun ekstenzor mushakning funksiyasi yo'qoladi va natijada bir qator klinik simptomlar yuzaga keladi. Ya'ni shular haqida gaplashib o'tamiz. Demak, uzun ekstenzor mushakning funksiyasining yo'qolishi, demak, uning funksiyasining bosh va bo'yin umurtqa orasida joylashgan kichik ekstenzor mushaklarga tushishiga olib keladi. Ya'ni kichik ekstenzor mushaklar tonusga kiradi. Natijada boshga boradigan qon tomirlari qisiladi, bemorda boshda qon aylanishi buziladi hamda doimiy bosh og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu kichik ekstenzor mushaklar ko'rish o'tkirligi bilan ham bog'liq. Ya'ni bu mushaklarning tonusga kirishi odamning ko'rish o'tkirligini ham pasayishga olib keladi hamda boshda qon aylanish buzilishi hisobiga eshitish pasayishiga ham olib keladi. Endi ushbu mushakning funksiyasining buzilishi kichik ko'krak mushagining funksiyasini oshirib olib keladi, ya'ni tonusga kirishga olib keladi. Natijada odamda bukurlik paydo bo'ladi. Ya'ni ko'krak kifozi oshadi, bosh oldinga chiqib qoladi hamda ko'krak kifozi oshishi hisobiga odamda bukurlik paydo bo'ladi. Ya'ni bunday odamlarni ko'rganingizda qulog'i bilan yelkasi ikki xil kenglikda bo'ladi. Ya'ni bir tekislikda bo'lmaydi. Quloq oldinda bo'ladi, yelka orqada bo'ladi. Endi bukurlik kelib chiqishiga sabab bo'ladi deb aytib o'tdik. Kichik ko'krak mushagining qisilishi qo'lga keladigan qon tomirlarini qisadi va natijada qo'llarda uvishlar, og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu uzun ekstenzor mushagi boshdan boshlangani uchun, boshning ensa qismidan boshlangani hisobiga, demak, bir tomonlama yoki ikki tomonlama funksiyasining pasayishi, boshdan chiqadigan adashgan va qo'shimcha nervlar bor. Ushbu nervlarning ham qisilishiga olib keladi. Natijada qo'shimcha nervning qisilishi ushbu nerv bilan bog'liq bo'lgan yelka sohasi hamda to'sh umrov so'g'isma mushagi sohasida og'riqlar kelib chiqishiga olib keladi. Ya'ni bemor bo'yni qayraganda doimiy ravishda ertalab uyqudan uyg'ongan paytda bo'yni qayrishga qiynalish, yelka sohalarida og'riqlarni sezadi. Adashgan nervning qisilishi esa ushbu nervning bilan bog'liq bo'lgan ko'krak qafasi a'zolari, qorin bo'shlig'i a'zolarining funksiyasini buzilishiga hamda shu organlar bilan bog'liq bo'lgan bel mushaklarida hamda son oyoq mushaklarida tungi soatlarda og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Uzun ekstenzor mushaklar biz aytdikki, ko'krak umurtqalarini stabil holatda ushlab turadi deb aytib o'tdik. Bu mushaklarning bir tomonlama, demak, yoki ikki tomonlama funksiyasi buzilishi ko'krak umurtqalar orasida disklarning pachaqlanishiga va undan chiqadigan nervlarning qisilib, ushbu nervlar keladigan ko'krak qafasi mushaklarida hamda qovurg'alar orasida vertebragen og'riqlar, ya'ni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ya'ni pichoq sanchiganga o'xshagan, simirlovchi yoki bo'lmasa pichoq sanchiganga o'xshagan qattiq og'riqlar kelib chiqishiga, nafas aktida kuchayib boradigan og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Endi bu holatni qanday davolash mumkin? Demak, birinchi navbatda uzun ekstenzor mushaklarni kuchsizlantiradigan, demak, sabablarni yo'qotish kerak. Ya'ni telefon bilan yoki bo'lmasa kompyuter bilan kamroq shug'ullanish hamda tunda past yostiqlarda yotishni tavsiya qilamiz. Ya'ni yotadigan yostig'ingiz boshingizni yelka qatorida ko'tarish kerak. Demak, yelkadan balandroq yostiq yotadigan bo'lsangiz, unda yana uzun ekstenzor mushaklar doimiy yuklamada bo'ladi va yuqoridagi klinik simptomlar yana qaytalanishi mumkin. Endi bu uzun ekstenzor mushaklar boshda boradigan qon tomirlari qisqanligi hisobiga bemorda doimiy qon bosimi oshishi kelib chiqadi. Uzun ekstenzor mushaklarning kuchini tiklashimiz uchun, demak, aytib o'tdik, og'riqli nuqtalar paydo bo'ladi dedik. Kuraklar orasida og'riqli nuqtalar paydo bo'ladi deb aytib o'tdik. Eng avvalo kuraklar orasida
kurak hamda kurak va ko'krak umurtqalar orasida joylashgan mushaklarda og'riqli nuqtani birinchi navbatda paypasda topib olamiz hamda og'riqli nuqtalarni barmoqlar yordamida massaj qilib chiqamiz. To og'riq yengillashguncha yaxshilab chuqur holatda massaj qilib chiqamiz. Og'riq kamaygandan keyin qo'lni mush qilgan holatda qo'l barmoqlari bilan ushbu mushakni tekislab chiqamiz. Yaxshilab bosgan holatda tekislab chiqamiz. Ya'ni mushak ustidagi fasiyani tekislaymiz. Mushakni og'riqli nuqtalari kamaygandan so'ng ushbu uzun ekstenzor mushakni kuchini oshiradigan mashqlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bularni sizga ko'rsatib o'taman. Buning uchun qo'lni zamon qilgan holatda bunda tirsaklar bosh bilan bir tekislikda bo'lishi kerak bo'ladi. Qo'lni zamon qilgan holda ensa sohasidan ushlab olamiz hamda boshimizni orqaga qarab itaramiz, qo'limiz bilan qarshilik qilamiz boshimizga. Birinchi to'g'ri poложениеda, to'g'ri holatda bajaramiz, keyin boshimizni o'ngga qarab buramiz, qo'limizni zamon holatida ushlaymiz, boshni orqaga qarab itaramiz, qo'l bilan qarshilik qilamiz. Keyin chapga qarab itaramiz. Chapga qarab boshni buramiz va qo'l bilan qarshilik qilamiz. Ikkinchi mashqimiz esa demak harakatda bo'ladi. Harakatdagi mashq, ya'ni boshni bukka holatda, demak qo'lni yana xuddi shunday zamon qilib ushlaymiz. Boshni bukib, orqaga qarab harakatlantirib boramiz va qo'l bilan qarshilik qilib turamiz. Xuddi shunday o'ng tomonga qarab boshni buramiz va orqaga qarab harakatlantiramiz. Va xuddi shunday chap tomonga qarab harakatlantiramiz. Bunda kurak orasidagi uzun ekstenzor mushaklar ochiladi va stabilligi oshadi. Endi demak bajaradigan mashq birinchi navbatda aytib o'tdik, ushbu mushaklardagi og'riq nuqtani massaj qilib yo'qotishimiz kerak. Keyin qo'lni mush qilgan holda mushakni tekislab, fasiyani tekislashimiz kerak, chuqur bosgan holatda albatta. Va uchinchisi yuqorida aytgan mashqni bajarishimiz kerak bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'linglar.